Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Adrian Zenz Uyg'urlarning paxta setish va boshqa fasllik hosil yig'ish ishlarida davomli holda majburiy emgak qilinayotganligini oshkorladi. Tadqiqotchi Adrian Zenz 9 may kuni e'lon qilgan yangi dokladida Xitoy hukumatı yezi egiligini keng ko'lamda mashinalashtirganligini ilgari sursimi, Uyg'urlarning izchil majburiy paxta terishga yo'tkalganligini bildirgan. Adrian Zenz bu yangi dokladida O'zbekiston va Sharq Turkistondagi paxta sohasining davlat qo'llashidagi majburiy emgakini selishtirib chiqqan bo'lib, har ikki joydagi davlat qo'llashidagi majburiy emgak tuvandagi o'rtaq xususlarga yana davlatning ehtiyojli xizmatchi qabul qilish normasini belgilashi, xizmatchi qabul qilish, tarbiyalash, xizmat manziliga yetkazish, xizmat manziliga yo'tkash, emgakchilarni boshqarish va ishchilarni tutib qilishdek 6 xil o'rtaq aloyidalikka ega ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang 9-may Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock bilan ko'rishib, ancha natijali bo'lmagan Germaniya ziyoratini oxirlashtirgan. Ondan 10-may Fransiyaga kelib, Fransiya Tashqi ishlar ministri Katarini Kolonna bilan uchrashgan. U 12-may kuni Yevropadagi 3 davlat ziyoratining oxirgi bekiti bo'lgan Norvegiyaga kelgan. Ammo Qin Gang Norvegiya Tashqi ishlar ministri Anniken Huitfeldt bilan ko'rishayotgan daqiqalarda Norvegiya Tashqi ishlar ministrligi binosining oldida Uyg'urlar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining birlashma namoyishlarining g'azabli sadolari yangragan. Dunyoga dağlıq Disney şirketi 2022-yili Uyg'ur diyorida Mulan nomli filmni ishlagandan keyin dunyo miqyosida zo'r tanqidga duch kelgan hamda qirg'inchilik davom qilayotgan bir makonda bundaq bir film ishlash mohiyati Xitoy hukumatiga xushomad qilganlikdan boshqa narsa emas degandek fikrlar o'ttirg'i chiqqan edi. Shu vaqadan keyin Disney shirkatining rahbarlari Uyg'ur qirg'inchiligining shohidlari bilan yuzturan ko'rishish va suhbatlashish haqida va'da bergan. Yaqında Disney şirketining o'zlari bergan va'dasini bekor qilganlik oshkor bo'lgandan keyin xalqarada yana bir qitim zo'r g'ulg'ul ko'tarildi. Janubiy Osiyo Demokratik Munbirining doklatiga qaraganda, mutaxassislar Xitoy doiralarining Nepalda Bejonni qo'llaydigan hukumat tashkillash urinishining mag'lub bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi Nepalda Bejon doiralariga foydali birlikka kelgan sol partiya qurishga uringan. Bu maqsadga yetish uchun Xitoy ikki cho'ng kommunist partiyaning birlashib Nepalda kuchli kommunist kuch hosil qilishni qo'llagan. Yaponiya davlat bexatarligini ko'zda tutib, Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Miyako orlig'i vatanparvar nomli boshqarilgan bomba o'rinlashtirgan. Yaponiya ichki kabinetining bosh kotibi Hirokazu Matsuno Yaponiya havo mudofaa armiyasining Okinawa orlig'idagi Miyako orlig'i vatanparvar boshqarilgan bomba o'rinlashtirganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning g'arbiy janubiga joylashgan Okinawa'dagi Miyako, Yonagoki va Ishigaki orli Yaponiyaning Tayvan bo'g'ziga eng yaqin rayon ekan. Amerika Indoneziya bilan texnik kuchlik bexatarlik munosabatining Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi dengiz okean faoliyatlarining kuchayishi qarshi turishini umid qiladi. Indoneziyada ziyorat bo'layotgan Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i Indoneziya davlat mudofaa ministri Prabowo Subianto bilan ikki davlatning hamkorligini oshirish va harbiy manevrda kengayish to'g'risida suhbatlashgan. McConnell o'rtaq manfaatlar asosida erkin va ochiq Hind Tinch okeanini barpo qilish maqsadida qadam tashlanayotganligini ta'kidlagan. Xitoy bozor nazorat qilib boshqarish organi Tesla'ning bexatarlik xavfi sababidan Xitoydagi 1 million 100 ming mashinani qaytarib olganligini aytdi.